Endi men to'g'risi ishonmayman jahon chempionati yuta olishimga. Bir kun jahon chempioni bo'laman degansiz. Va'da bergansiz. Nada esim. Balki ishonmayman deganman. Video turibdi. Yilini gaplashmaganmiz hech. Yilni gapirishmaganmiz. Nada. Xudoga shukr. Video yozmaganman. Nada. Menga ham tashlab qo'yman. Tashlab qo'yganman. Nada. Bir kun adashsam bu ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Necha yilga chempion bo'lmoqchisiz? Endi men to'g'risi ishonmayman jahon chempionati yuta olishimga. Kimdir hozir o'ylashi mumkin, nimaga unaqa tayinlaysiz? Ishonaman deysiz-ku. Hozir 25-yilda ishonmaysizmi? Da, 25-yilda yuta olmayman deb o'ylayman. Yo'q, tak po faktu ishonaman ham ishonmayman. Logik o'ylaydigan bo'lsam, menimcha bo'la olmayman. Intuitivni menga tuyuladi, shu qo'limdan keladi bu narsa. Nimaga bilmadim. No, to'g'risini aytaman, shu paytgacha hamma proyektlarim shunaqa bo'lgan. Men ishonmaganman, shu men Rossiya rekordini o'rnata olaman. Men ishonmaganman, shu men oyiga $1000 dan ko'p pul topishim mumkin. Lekin oyiga $1000 dan ko'p tugul, undan ham ancha ko'p bo'lib ketgan. Men ishonmaganman, shu menda hachabi 10 ta obunachi bo'ladi. Hozir ham 1 millionga yaqin. 400 mingta botda, 400 mingta YouTube'da, plus minus 300-400 mingta yana Telegramda. Men ishonmaganman, shu men Toshkentga kelib botda uy ola olaman. Men 100% bu narsa imkoni yo'q deb o'ylaganman. Men uchun har bitta qilgan ishim ishonmasdan qilganman.